Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun sizlar bilan Allohning go'zal ism-sifatlaridan biri bo'lgan Ar-Rahman ismini ma'nosini o'rganamiz. Bu sifat faqat Allohga xos bo'lib, barchaga, mu'minga ham, kofirga ham mehribon va ne'mat beruvchi ma'nosini anglatadi. Ar-Rahman ismi Qur'oni Karimda 45 o'rinda zikr qilingan bo'lib, 6 o'rinda Ar-Rahim ismi bilan yonma-yon kelgan. Ba'zi ulamolar ushbu ismini ismi azam deb hisoblashgan. Allohning ismi azami har bir mu'minga taalluqlidir. Masalan, kambag'al mu'minga nisbatan ismi azamning ma'nosi behojat qiluvchi, bemor mu'minga nisbatan shifo beruvchi, kuchsiz mu'minga nisbatan kuch-quvvatlidir. Alloh taolo Allohga duo qilinglar, Rahmanga duo qilinglar. Qaysiga duo qilsangiz ham baribir uning go'zal ismlari bordir degan Isro surasi 110-oyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.